Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana oxirgi fasonda, so'nggi modellarda kabinali Motoroller sizga obzor qilib beramiz. Qaranglar. Bu traytor balon bo'ladi ekan. Ya'ni kabinali Motorollerda bu bunaqasi yo'q edi, traytor balonligi. Mana traytor balonni qaranglar, tishlarini 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Amortizatorlari ham qaranglar. Risollari ham qo'sh risol, qo'sh amortizator bo'ladi. Bitta tomoni mana 4 tadan, bu tomon 4, bu tomon 4 ta. Hop, miya motori keladigan bo'lsa, 1800 miya motor bo'ladi. Profillar ham qalin profilda to'qilgan. Ichki salonlari, monitorlari, pechkalari bor, audio sistemalari bor. Xo'p, bir xilga Motorollerda skorlari bu yerga joylashgan. Bunda esa mana shu pastda shopirga qulay qilib joylangan. Ruchnoy tormoz, panejniy, skor hammasi bitta joyda jamlangan. Mana svetlarni ham qaranglar. Aktivada ham mana svetlari bor. Formula bagaj bor, luki bor. Hop, bortning razmeri 1.80 ga 1.30 bo'ladi. Hop, bu Motorollerimizning narxi 21 million so'm. Vodiy ichi dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Agar o'zlaring kelib olib ketsalaring, undan ham ancha arzon olasiz. Pastki nomerlarga telefon qilib savdolashaverasizlar. Xudo xolasa kelishadigan xayriya joylari bor. Mana traytor balon.